ko'k bo'ri kezgan sarxat satrlari bilan boshlanadigan she'ringiz bahs munozaralarga sabab bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. O'sha paytda jamiyatimiz qo'rquv sevadigan, o'zi kishini xohlaydigan jamiyat bo'lib ko'rinmadimi sizni ham ko'zingizga? Bizda hukumat senzurasidan ko'ra hozir jamiyat senzurasi ko'proq, ustunroq. Kimdir nimadir uchun harakat qildi va uni masalan odamlar ergashmadi. Men shuncha qildim va bu jamiyat baribir shunga loyiq ekan degan qarash bor. Va bu juda ko'pchilikda ustun qarash. Jamiyatni ayblaydigan tarafdorda emasman. Ya'ni bu jamiyat 2 asr oldin faqat taxtini o'yladigan xonlarni ko'rdi. Undan keyin Chor Rossiyasi, undan keyin sho'rolar bularni boshini ko'targanni hammasini chopdi, otdi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin ham bu jarayon to'la-to'kis keng yoyib kishanlarimiz yechilib ketgani yo'q. Aynan ijodkor yoki bir haqiqatni sevadigan odamning kishani yechilib ketgani yo'q. Undan keyin ham bu jarayon davom etdi. Va tasavvur qiling, 2 asrdan beri qonida qo'rqoqlik ekib kelingan, ataylab ularni gullari, bir bosh ko'targanlari chopilgan jamiyatni hozirgi avlodidan unaqa katta hozir natija kutish va bu natijani bermaganligi uchun ularni ayblash to'la insofdan emas.